Simental parodali akalar, kattagina buzovchilarimiz xudo xolisa bir yaxshi narxda katta fermadan sotuvga qo'yilyapti. Akalar, xabaga assalomu alaykum. Xudo xolisa bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani akalar Ko'chkak mahallasidan Shuhrat akamizni oldiga yetib kelganmiz. Akalar, mana shunaqa ishtahalari zo'r bo'lgan, kattagina baquvvat xudo xolisa go'sht yo'nalishida boqaman deysizlarmi, nasl yo'nalishiga mana shunaqa simental akalar buzovchilardan, ho'kizchalardan so'rab yurgan obunachilaringiz uchun do'stlar, katta partiyada, katta fermaga xudo xolisa yetib kelganmiz. Realni akalar mana shunaqa arzon joylardan, optim joylardan so'rab yurgan yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz bo'lganda, akalar, qo'ra to'la bemalol ko'ra olishinglar mumkin. Molxona to'la, nasib bo'lsa mana akalar bemalol molni qanaqaligi ko'rinsin deb tashqari ham chiqarib qo'yamiz. Hozir bularni to'liq ma'lumotini Shuhrat akamizdan so'rab o'tamiz akalar. Do'lisa bittadan laykni bosib obuna qo'yinglar. Har bitta niyat qilgan yurtdoshlarimiz uyida mana shunaqa akalar buzovchilardan 300 bosh, 400 bosh bo'lish nasib qilsin. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka, tinchmisiz? Zo'r, rahmat. Do'lisa endi aka buni hammasini bitta tashqariga chiqarib ko'rsata olmaymiz. Bir 4 taginasini chiqarib qo'yamiz. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Opshin nechi bosh hozir bu yerda buzovchilarimiz bor? 42 bosh. 42 bosh bor. Yoshlari bir xilmi? Bir xil, ya har xil. Har xil. Ha. Kattasi ham, kichkinasi ham bor. Kattasi ham bor, kichkinasi ham bor. Aha, buzovchi hali bular chiyormagan. Yo'q. Hali buzovchi akalar chiyormagan. Xudo xolisa naqd 42 bosh. Buni aka endi ochiqni aytadigan bo'lsak, olganingizga qancha vaqt bo'ldi? 3 oy bo'ldi. 3 oy? Ha. 3 oy bo'libdi. Parodasiga keladigan bo'lsak, simental avtoriskiy dedingizmi? Avstriskiy akalar, parodasi shunaqa ekan xullas. Bunaqa endi parodada oldin tushirib o'tmaganmiz, bemalol qiziquvchilar bo'lsa akalar mana egalari bilan barakasini bosib o'rsanglar bo'ladi. Endi aka asosan buni nasl yo'nalishiga ham ketaveradimi? Nasl yo'nalishida o'zi asnoviy. Asnovniy nasl yo'nalishiga yoki bu endi boshqa o'zimizda jaydari mollardan ko'ra o'ziga etiga zo'r olishi bilan ajralib turadi, to'g'rimi aka? Go'sht yo'nalishiga ham bemalol boqaversa bo'ladi. Xuddi shunday. Ya'ni 2 tonna, 3 tonnacha olaveradi, bemalol to'xtab qolmaydigan mol. Shunday, xuddi shunday. Gap yo'q. Bu boyagi endi kimdir aytadi, katta mol olsam deydi, oqsil tegishi mumkin, o't tegishi mumkin deydi. O'shalar nima deymiz? Oqsillardan hammasi o'tib bo'lgan. O'tib emlangan, ha? Xuddi shunday. O'zi oqsil ham menimcha, tushunishim bo'yicha o'zi 1 yilda bir marta degan. Xuddi shunday. Emlangan, hamma narsalari qilingan xullas. Shunday. Buni aka, xo'p, bo'ybaslarni nechi qo'ysak bo'ladi? Biri 60 dan, biri 40 dan, biri 60 gacha, 65 gacha bor. 140 dan akalar 165 gacha bor. Hammasini parodasi bir xil do'stlar. Xo'p, juvoybisini aytaylik aka. 500 kilodan 700 kilogacha bor. 500 kilodan 700 kilogacha juvoybisi chiqadi do'stlar. Mana. Endi 700 dan akalar mana bemalol bahosini berib qo'yasizlar. Xo'p, Shuhrat aka buni narxini necha pul qo'ymoqchisiz aka? 50 milliondan 60 milliondan yuqori chiqadi. 50 milliondan 60 milliongacha boradi demoqchimisiz? Xuddi shunday. Endi katta kichkinaligiga qarab, to'g'rimi? Xuddi shunday. Buni endi baribir tuyoq soniga qarab belgilaysiz. Yo boyki kimdir taroziga juvoybisiya deyishi mumkin. Tuyoqda. Tuyog'iga qarab shunaqda qo'yilasiz. Xudo xolisa kelishsin, kami bor, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Kelishtirib beriladi do'stlar. Xudo xolisa kelinglar, bemalol savdosini qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisa juvoybisi 500 kilodan 700 kilo pashti undan ham ortadigan akalar bor deyaptilar. Xo'p, pastda egalari nomerini qoldirib qo'yaman. Manzilda aytib o'tdim, soni 42 bosh, bemalol bitta, ikkita, 3 ta farqi yo'q. Xudo xolisa aka O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni ham qilib beraveramiz, ha? Xuddi shunday. O'zbekiston bo'ylab xudo xolisa dastavkalari ham bor. Do'stlar, ulgurib qolamiz, pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman akalar.